Marg'ilonda shunday mijozlarimiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz deydi-ku. Farg'ona viloyatidan, Marg'ilondan bizning obunachilarimiz kelibdi. Zo'r kiyimlarni bizdan xarid qildi. Aka, yoqdimi sizga do'konimiz? Do'konlar juda yoqdi, ham arzon, ham sifatli mahsulotlar chetda ekan. Mana o'zimizga loyiq narsalarni oldik. 50% skidka qilib Skidka, ha, skidkaga tushgan ko'ylaklardan xudo xolasa. Marg'ilonda sizni ko'rib o'tirgan do'stlaringiz, hojiatalarga tavsiya qilasizmi? Albatta. Ismingiz? Albatta. Bilolxon. Bilolxon aka. Sizning ismingiz? Mashrabjon. Sizniki aka? Absattor. Abdusattor aka. Bular o'zini nimasi, shaxsiy velosipedimda maza qilib sayr qilib, Xorazmga kelib, Kral brendga kiyinamiz deb niyat qilib ketdi ekan. Sizlarni kutib qolamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi yashovchi akamlarni ko'rib o'tirgan do'stlari, og'ayinlari, choyxonadoshlari, sizlar ham Kral brendga, ya'ni Xorazm viloyatiga kelsangizlar, bizning magazinimizga kelib, zo'r kiyimlarni xarid qilasizlar, xudo xolasa. Tavsiya qilasiz. Albatta, tavsiya qilaman. Sizlarni ham do'konimizda kutib qolamiz.